Hali bunaqa mazali va betada o'xshab chiqadigan bulochkalarni aniq tayyorlab ko'rmagansizlar. Farzandlarimning sevimli bulochkasiga aylangan shokoladli bulochkani tayyorlaymiz. Qolgan sutimizga shakar, dro'ji, tuxum, tuz solib, vinchik yordamida aralashtirib olamiz. Unga unimizni yarim porsiyasini solamiz. Xamir qorib, xona haroratida turgan saryog'imizni aralashtiramiz va bir xil massa bo'lgandan keyin qolgan unimizni ham solib, xamirimizni qoramiz. Xamirimiz qo'lga yopishadigan bo'ladi. Endi suvni oshirgan issiq joyga qo'yib qo'yamiz. Oshgan xamirimizni ozgina un bilan yaxshilab mushlab olamiz va dumaloq zuvlacha qilib, uni yoyib olamiz. Xamirimizni yupqaroq qilib, katta qilib yoyib olamiz va uni xohlagan nachinkalarni qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar makli, xohlasanglar yong'oqli, shokoladli nachinka qildim. Hamma joylariga shunaqa tekkizib suramiz va rulet qilib o'rab olamiz. O'rtasidan pichoq yordamida kesib, o'rama shakl beramiz. Duxovkamizni 180 gradusga qizdirib qo'yamiz va qizib turgan duxovkamizga 30 minutga qo'yib yuboramiz. Bulochkamiz pishib chiqqandan so'ng issiqligida uni ustiga asalli qiyomni surib olamiz. Albatta siz ham oila a'zolaringizga tayyorlab bering.